Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi mebelimiz ustanovkasini tugatdik. Xo'p, mebelimizga kelsak, videoni o'tkazishga shoshilmanglar, sababi nima mexanizm ishlatilgan, necha puldan yasalgan, hammasini aytib beraman xudo xolasa. Xo'p, mebelimiz razmeriga kelsak, 4 metrga 420 joyga joylashdi. Tepalari bo'lsa ko'rib turganlaridek, ichi yonadi buni. Profil oynadan qilib berganmiz. Bu yerga xolodilnik joylarini tashlab ketdik. Duxovka, mikrovolnovka va o'rtaga bo'lsa mana bu ostrov larni qilib berganmiz. Xo'p, materiallar ishlatilgan materiallarimiz fasadga полностью akril ishlatilgan. Korpusga bo'lsa Eger, ya'ni Avstriya laminatidan ishlatganmiz. Xo'p, bizdan ketdi ustiga stolishnisani ustidagi mana bu 120 ga 60 lik kafellarni ham o'zimiz bosib berdik. Bunga ishlatilgan mexanizmlarga kelsak, mana bu joyga mana moykamiz tushgan. Moykaning ustiga bo'lsa, ya'ni bo'yi pastroq odam bo'lsa ham bemalol ishlatsa bo'ladigan bunaqa mexanizmlarni qo'yib berganmiz. Bundan tashqari bo'lsa, mana bu yerga kargo'li joylarini ham qo'yib berdik. Gazlari 90 lik gazga moslashgan. Bo'ylariga kelsak, tortmalari, skriti tortmasi ham bor, ya'ni qoshiq donlar hammasi joy-joyiga tushdi. Xo'p, mexanizmlarimiz полностью qanday mexanizm bo'lgan, ya'ni skriti, bu taylari ham ya'ni korpusini materialdan yasab berilgan. Bu yerga o'stiroqli ichlarini ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Chuqurgina qilib yasab berganmiz. Xo'p, dizaynga bitta baho berasizlar. Kimgaki shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, buni narxiga kelsak, mana shu 1 pagona metri balandligi 280 bo'lgan, 4 800 ming so'mdan yasab berildi. Albatta, mana bu mexanizmlardan tashqari. Xo'p, mebellarimiz o'zi necha puldan boshlanadi deganlarga 2 400 ming so'mdan boshlanadi, ya'ni materialga qarab narxlar o'zgaradi. Rossiyskiy laminat, MDF, akril yoki bo'lmasam krash MDFlardan yasab berishimiz mumkin. Ishga bo'lsa bitta baho berasizlar. Bundan tashqari, ya'ni boshqa materialdan yasalgan ishlarimiz ham bemalol kanalga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari Telegram kanal silkamizni kommentariyani boshiga belgilab qo'yamiz. Bemalol kirsanglar, obzor qila olmagan ishlarimizni ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Ishga bo'lsa bitta отдельный baho berasizlar, kommentariyada fikrlarni kutib qolamiz.